ko'plab odamlarda sog'lig'ini yo'qolib borishi yoki sog'lig'i mustahkam bo'lishi uning maqsadi bilan bog'liqligini ko'ramiz. Mavhum hayot, mavhum fikrlash, palapartish harakatlar natijasida inson qayerga ketyapti va nima uchun yashayotganini bilmaganligidan kelib chiqadi. Jarayonni o'zi bo'lsa-yu, natija muhim bo'lmasa, bu odamlar ham uzoqqa bormay tashlab yuboradi. Mana buni 10 gacha raqamlar chiqib, siz bo'yab chiqsangiz, mana shu g'ildirak bo'lsa, hammasi muvozanatda bo'lsa, sizni demak hayotingiz chiroyli bir g'ildirak bilan bir maromda ketyapti. Odatda nima uchun siz kitob o'qiysiz? Nima uchun sport bilan shug'ullanasiz? Nima uchun siz oldingizga mablag'larni qo'yyapsiz? Nima uchun siz bugun uyg'ondingiz, ishlarni qilyapsiz? Ko'pchilik amaliyotda bajarib va natijalarga erishayotgan odamlarni men uslubini sizga aytyapman. O'zim ham bunda katta ishlarni amalga oshirdim. Xayrli kun, azizlar. Agar shu videoni hozir ochgan bo'lsangiz, demak sizga 2025-yildagi maqsadlaringizni sarhisob qilib, hozir qanday maqsad qo'ysam ekan degan savollar sizni qiziqtirib kelyapti. Menga ham bu savol ancha yildan beri qiziq bo'lib va bu sohani qachondan beri o'rganyapmiz va bu jarayonda ko'plab odamlarda sog'lig'ini yo'qolib borishi yoki sog'lig'i mustahkam bo'lishi uning maqsadi bilan bog'liqligini ko'ramiz. Nima uchun? Chunki ko'p stresslar, siqilishlar va o'zini yo'qotib qo'yishlar mavhum hayot, mavhum fikrlash, palapartish harakatlar natijasida inson qayerga ketyapti va nima uchun yashayotganini bilmaganligidan kelib chiqadi. Men ana shu kuzatishlarim natijasida shuni bilyapmanki, tajribamizdan ko'plab odamlar qanday maqsad qo'yishni bilmas ekan. Ya'ni maqsadni qo'yadi, lekin uni hozir amalga oshmaganligidan yoki natijasi kamligidan ko'plab ichida aziyatlar chekib, shu maqsadga borayotganda ishonchi pasayib borar ekan. Ya'ni siz ham o'tmishingizda qaysidir maqsadlar qo'ygan bo'lishingiz mumkin va uni amalga oshishini kutganingiz jarayonida siz qayta amalga oshirilayotgan harakatlarni borgan sari oldingiga qaraganda shiddati pasayib hafsalasizlik darajasiga ham tushib qolish ehtimoli bor. Masalan, sog'liq bilan shug'ullanganda yoki o'qishga kirganda yoki aytaylik birorta imtihon topshirganda yigitlar, qizlar yoki biznes bilan shug'ullanganingizda siz albatta nimani kutasiz? Natijani kutasiz. Mana bu eng katta xatolardan biri bo'lar ekan. Asosiy maqsadga yetolmagan insonlarni aksariyat qismida. Masalan, biz A nuqtani maqsadni boshlang'ich qismi deb belgilasak, uni bir masofasi bor, B nuqta deymiz. Ikkinchi B nuqta bo'ladigan bo'lsa, mana shu masofada asosan 98% qismini jarayon aks etadi. Ya'ni biz ana shu jarayonda bir yiqilib, bir turib harakatlar bilan boramiz va natijaga yetganimiz bu 2%larini tashkil qiladi. Vaqt masalasida aytadigan bo'lsak. Kimdir aytadi, natija emas, jarayon muhim deyshadi. Kimdir faqat jarayon emas, natijaga fikrlar jam bo'ladi. Va mana shu natijaga borayotgan qismidagi ana shu orqaga ketishlar, qaysidir qismlarida o'xshamay qolishi va u o'ylagandek bo'lmayotgani, masalan, sport zalda borib mashq qilayotganda mushaklarni yetarli darajada o'smayotganini ko'rib, hafsalasi pir bo'lib, ko'p yigitlar tashlab yuboradi. Xuddi shunday tadbirkorlikda ham. Endi qarangki, natija muhim bo'lsa, siz natijani olib qoldingiz. Sizga birdaniga $100,000 pul berib qoldi yoki aytaylik medal berishdi. Siz agar natijani o'zini birdan oladigan bo'lsangiz, lekin sizda yetarli darajada tajriba, yetarli darajada toblanmagan bo'lsa mushaklaringiz, bu natija uzoqqa bormaydi, ko'tara olmaydi inson. Siz bunga fikringiz qanday? Ko'p insonlar mana shu natija muhim degan odamlar ana shu jarayonni o'tmasdan turib erishmoqchi bo'lishadi. Va ko'plab odamlar mana shu natijaga meros qoldirganda ota-bobolaridan yoki yer qolganda ota-bobolaridan yoki qanaqadir bir pul mablag' qolganda eplalmay qoladi. To'g'rimi, yo'qmi? Xuddi shunday biz jarayonga urg'u berganimizda ana endi ko'p odamlarni ichidagi hissiyoti, kayfiyati, huzur holati yetmay qoladi. Ana shu jarayonda quvonchi yetmay qoladi.
Nima uchun? Chunki maqsadni qo'yamiz. Manda masalan mashina olishni yoki uy olishni reja qildim. Yoki aytaylik mana shu ishni qilishni reja qildim. Lekin o'sha jarayonga borayotgan paytimda men hozir piyoda ekanligimdan yoki meni uyim yo'q ekanligidan har safar ma'lum bir qiyinchiliklar kelganda men aziyat cheka boshlayman. Chunki meni ko'zimni oldida real fakt yo'q yoki sog'liq borasida ham. Ikkinchi tomoni sizni ongingizda ushlab turishi. Thomas Edison degan inson lampochkani ixtiro qilganda uni ongida shu lampochka yashagan va minglab harakatlar qilgandan keyin u lampochka dunyoga kelgan. Ko'p odamlar minglab xatolar qildingiz, qanday qilib buni amalga oshirdingiz deganda mingta qadam qo'ydim degan ekanlar. Xuddi shunday biz jigardan qutulib borayotgan sirrozlardan, ko'zlarining nuri tiklanayotgan insonlarda biz ma'lum bir obrazni, ichki niyatni ushlab turish bilan bog'lanamiz. Chunki inson bir ishni qilmoqchi bo'lsa, unda nima kerak? Xohish kerak. Endi xohish, mana buni oxirigacha yetkazib qo'yaylik, ham natija, ham jarayon muhim. Jarayon kuchli bo'lsa, natija ham e'tibor berilsa, ikkalasi birga. Faqat jarayonni o'zi bo'lsa-yu, natija muhim bo'lmasa, bu odamlar ham uzoqqa bormay tashlab yuboradi mashg'ulotlarni. Shuning uchun ham jarayon, ham natija muhim. Ikkalasida. Lekin buni olish uchun nima kerak bo'ladi? Xohish bor, sizda xohish bor, lekin bu kuchli xohish emas. Nega? Chunki ishonch yetarli bo'lsagina bu kuchli xohishga aylanadi. Keyin bu orzuga aylanadi. Orzu qilishni boshlaydi, o'sha haqida o'ylashni boshlaydi. Inson qayta ko'z oldiga keltira boshlaydi, qanday amalga oshayotganini va undan keyin u maqsadga aylana boshlaydi. Maqsad esa sekin-sekin asta nimaga? Rejaga o'tadi. Rejadan keyin qadamma qadamlik va harakat. Ana endi aniq harakatga o'tish uchun, mana shunda orzuga aylanish uchun, orzudan maqsadga aylanish uchun mana shu yerda insonni yetarli darajada o'ziga bo'lgan munosabati, holati muhim. Kayfiyati, ishonchi muhim. Ko'tara olmasligi va ichidagi yetarli darajada ishonchi bo'lmasligi mana bu narsani orzuga yetganda, orzuni qila boshlaganda o'ziga to'siqlar qo'ya boshlaydi. Mumkin emas, qila olmayman, bo'lmaydi, u xalaqit beryapti, bu xalaqit beryapti, atrofdagilarni ayblash, o'tmishdagi xotiralarni qayta tiklash, qayta olish natijasida. Endi demak, birinchi xohishni amalga oshirish uchun, shu orzuga aylantirish uchun kuchli yondiradigan xohish kerak. Yonish kerak inson, shu bilan. Shu harakatni qilmasam, shu ishni qilmasam, maqsadni qilmasam bo'lmaydi degan ichki bir ishonch bilan harakatlar bilan ana u amalga oshiriladi. Demak, bu maqsadlarni amalga oshirishganda odatda asosiy 5 ta qadamni odam olish kerakki, inobatga. Masalan, bitta do'stimizga aytayapman, maqsadingizni 100 ta qo'ying deyapman. Nima uchun 100 ta? Chunki qancha ko'proq maqsad yozsangiz, ulardan oliy maqsadga tanlab olish va qolgani unga yetuvchi qadam-qadamliklar bo'ladi. Masalan, ingliz tilini siz o'rganmoqchisiz. Ingliz tilini o'rganishingiz nima uchun kerak? 5 ta asosiy savol berasiz. Nima uchun menga ingliz tili kerak? Ingliz tilini o'rgansam men yaxshi ishga kiraman. Yaxshi ishga kirishimdan maqsad nima? Undan keyin qilganimdan keyin men chet elga borib o'sha yerda ishlay olaman. Ana, 3-chi maqsading nima? Pul topaman bo'ladi. Oyligim mana shuncha bo'lish. Endi uni bo'lish uchun, o'sha holat bo'lish uchun siz oldindan oxirgi maqsadni ko'zlashingiz kerak bo'ladi. Uni oldidagi maqsadlardan tashqari. Endi qanday men 100 ta maqsad qo'yaman? Bor yo'q 10 ta, 15 ta deyapti. Uning uchun biz buni mana bunday oila uchun, o'zim uchun, biznesim, tadbirkorligim uchun, pul topish, moliyaviy holatimni yaxshilash uchun deb bo'lib chiqasiz. Bo'lib chiqish lozim bo'ladi. Mana bunday hayot g'ildiragi degan, koliso balansa degan bir mana shunday bir namuna borki, 10 gacha siz raqamlab chiqasiz, 10 gacha va buni o'zingizni moliyaviy holatingiz 10 gacha bo'lsa, nechida turibsiz? Oilaviy holatingiz, uylanganmisiz yoki endi turmush qurasizmi? Ana shularni qarab turib, oilaviy holatingiz, uyingiz bormi yo'qmi? Sizni sayohatlarga chiqa olish qobiliyatingiz, sizni atrof muhit bilan bog'lanishingiz, sizni sog'lig'ingiz qaysi darajada turibdi?
sog'liq bo'lmasa, albatta qolganlariga ham qadamlarga bo'lmaydi. Shuning uchun mana buni 10 gacha raqamlab chiqib, siz bo'yab chiqsangiz, mana shu g'ildirak bo'lsa, hammasi muvozanatda bo'lsa, sizni demak hayotingiz chiroyli bir g'ildirak bilan bir maromda ketyapti. Odatda qanday bo'ladi? Odatda pul kamroq, sog'liq ko'proq, oilaviy munosabat o'rtada, ana bu bir har xil mana bunday o'zingizga chizganingizda masalan mana bunday bir g'alatiroq bir holat bo'lishi mumkin. To'rtburchakmi, bir o'rgimchak iniga o'xshaganday, mana hozir men chizaman. Mana shunday qilib yoki bunday chizib, mana moliyaviy mana shunday qilgandan keyin u aylanmaydi. Siz o'zingiznikini qilib ko'ring. Keyin izohlarda yozasiz. Sizda qanaqa chiqyapti? Sizni hayot g'ildiragingiz. Endi mana shu hayot g'ildirakni siz yozib chiqqaningizda har biriga 10 tadan maqsad qo'ysangiz ham, oila uchun ota sifatida men farzandlarimga nimalar qilishni niyat qildim. Men er sifatida ayolimga nimalarni niyat qildim. Men o'zimni jamiyat oldidagi niyatlarim qanday? Men o'zim nimani xohlayman? Ko'pincha maqsad qo'yganimizda birinchi navbatda ijobiy bo'lish kerak. Ikkinchi navbatda bu qalbimdan chiqish kerak. Meniki bo'lish kerak. Agar shu meniki bo'lmasa-yu, shablon bo'ladigan bo'lsa, programmalashtirilgan, kimlardir aytgani uchun bo'lsa, menga u yonmaydi ichimda. Shuning uchun odamda maqsad chiroyli turibdi, lekin u maqsadga nisbatan yetmaydi, kichkina o'zi. Uni holati, uni darajasi kichkina bo'lganda maqsad uni bosib qo'yadi. Shuning uchun ustozlar bilan biz mashg'ulotlar o'tayotganimizda asosan maqsad qo'ygandan keyin o'zimizni ham yetkazib olishimiz kerak bo'ladi. Bu keyingi masala. Ana endi videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, oxirida men bir sizga instrument beramanki, uni har kuni siz takrorlaganingizda maqsadingizga yaqinlashishingiz oson bo'ladi. Kelishdikmi? Davom etamiz. Ana endi mana buni olib tashlasak, 5 ta qadamni amalga oshiramiz. 5 ta qadam. Uning uchun birinchisi, siz avval nimani xohlayotganingizni aniq bilib olishingiz kerak. Ko'pincha odamlar baxtli bo'lishni xohlayman, sog'lom bo'lishni xohlayman, yaxshi yashashni xohlayman. Yaxshi yashash degan tushuncha yo'q. Tushuncha balki magazinning oldida o'tirib, kimdir quyib beradi degan odam ham yaxshi yashayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir 1000 ta odamga ish beraman deydigan odam ham yaxshi yashayotgan bo'lishi mumkin. Uni yaxshi yashashi bilan buni yaxshi yashashining farqi bor. Shuning uchun siz birinchi aniq maqsad qo'yish kerak. Ya'ni o'lchamli bo'lish kerak. O'lcham. Pulda, kilogrammda, gektarda necha kilogramm vazn tashlamoqchi niyat qilyapsiz? Qancha summaga siz chiqmoqchisiz? Oilaviy byudjetingiz, o'zingizni ko'tarmoqchisiz, moliyaviy tomoningizni. Yoki siz qancha yigitlarga, qizlarga dars o'tmoqchisiz agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, o'zingizni repetitorlik holatingizni, faoliyatingizni kuchaytirmoqchisiz. Ana shuning uchun ikkinchi qadam o'shani siz bilasiz, mana kilogrammlarda qancha vazn tashlashni aytdingiz, lekin qanday degan savolga aniqlik kiritish kerak. Qanday degan savolga. Ya'ni siz o'shani realizatsiya qilishingiz uchun qancha kitob o'qishingiz, qancha trening o'tishingiz, qancha mashg'ulotlarga va fitness zalga borasizmi yoki siz ichki yoga bilan, ichki hissiyotlar bilan, meditatsiyalar bilan shug'ullanasizmi? Qanaqa amaliyotlar qilish natijasida va qancha muddatda siz buni qilasiz? Qanday ishlar qilishingiz, qanday amaliyot aniq yozilishi lozim bo'ladi. Uchinchisi, u muddatli bo'lishi kerak, deadline. Agar muddat bo'lmasa, tanangiz, ongingiz tushunmaydi nima qilmoqchi bo'lganini. Ya'ni 2 haftada men shu yoqqa bormoqchiman yoki 1 yilda deb aytganimizda tushunmaydi. Aniq oxirgi srok qo'yilishi kerak. Masalan, men ko'zimni yaxshilamoqchiman desam, 2026-yili yanvar oyida meni ko'zlarim 100% ko'ryapti. Hozirgi zamonda xuddiki bo'layotgandek yozish kerak. Shunda sizni
ongingizni ostiga hozir bo'layotgan eng katta sabablaridan bittasi, inson bir harakat qilayotganida unda bo'layotgandek o'zini tutmaydi. U xuddiki yo'qdek harakat qiladi. Shuning uchun agar siz bir mashinaga to'lov qilib qo'ygan bo'lsangiz, uni chiqishini aniq bilsangiz, siz piyoda yursangiz ham shu 8 oydan keyin chiqar ekan. 8 oy mobaynida siz xursand insonsiz. Chunki chiqishini aniq bilasiz. Xuddi shunday siz maqsad qo'yganingizda, siz uni bo'layotganini aniq bilgan holatda ichingizda shunday bir ta'kid bo'lish kerak. Ya'ni siz muddat qo'yasiz, oxirgi srogini va shunday holatda siz kirishingiz kerak. Ongingizga to'g'ri programma deymiz, to'g'ri kuch berish kerak bo'ladi. Mana shu narsa juda muhim. Bu narsani biz mashg'ulotlarda chuqurroq to'xtalamiz bunga. Qanday ishlashi va qanday qadamlar qilishimizni. Demak, muddat juda muhim. Keyingi qadam, 4-qadam, sizni ongingiz unga ishonmasligi mumkin. Ya'ni siz bugun $1000 oylik olyapsiz yoki aytaylik $2000 sizni bir marta kelishi mumkin, lekin doimiy sizda har oylik tushumingiz agar siz 10.000 deb qo'ysangiz balki ishonmasligi mumkin yoki 100.000 desangiz. 100.000 haqiqatdir. Haqiqat 100.000 topsa bo'ladi, lekin siz qo'yayotgan srok bilan hozirgi siz qilmoqchi bo'lgan ishingiz birdan katta qo'yib yuborsangiz ishonmaydi sizni ongingiz va siz bunga unday qadam qo'ya olmaysiz. Ikkinchisi, mayda maqsadlarga insonning quvvati ochilmaydi. Mayda maqsad. Shunday maqsad bo'lishi kerak, unga siz o'zingizni majburlash emas, sizni tortish kerak. Endi niyat bor, maqsad bor. Niyatni siz Allohdan so'raysiz. Niyat qildim mana shunday qilishni, masalan, ota-onam bilan ziyoratlarga borishni niyat qilasiz va endi maqsadni qanday deganda siz sekin-sekin ishingizni davom ettiraverasiz. Niyatni o'ziga qo'yib berib, natijasini Xudo xolasa shu muddat qo'yib, niyat qilib yurganingizda ko'rasiz. Endi mana shu narsalarni biz qayta qilaverganimizda, ya'ni real degan narsani qo'ysak bo'ladi. Real, ya'ni siz o'sha muddatni qo'ydingiz, maqsadni qo'ydingiz, lekin sizni ongingiz qabul qila oladigan kim uchundir bu noreal bo'ladi. Masalan, siz hozir futbol o'ynovchi bo'ladigan bo'lsangizda, birdan jahon chempionatida yuqori darajalarga chiqdim deb qo'yyapsiz, lekin hali O'zbekistonda birinchiligiga ham chiqishga hali chiqmayotgan bo'lsak, demak, shunday niyat qilishimiz kerakki, realniy bo'lsin. Avval bunga chiqib olay, keyingi daraja degandek. Beshinchisi eng muhimi. Nima sababdan buni qilyapsiz? Sabab kerak. Sabab juda muhim, chunki siz mana bugun uyg'ondingiz, siz videoni tomosha qilyapsiz. 2026-yilga siz niyatlar qilyapsiz va nima uchun siz kitob o'qiysiz, nima uchun sport bilan shug'ullanasiz, nima uchun siz oldingizga mablag'larni qo'yyapsiz, nima uchun siz bugun uyg'ondingiz, ishlarni qilyapsiz. Ana shu nima uchunligini siz bilishning ikkita yo'li bor. Bittasi ichki motivatsiya deymiz, tashqi sabab bor. Ichki sabab, tashqi sabablar ko'pincha kitobdan o'qidingizda bir ruhlandingiz, xursand bo'ldingiz yoki bir tashqarida bir reelslarda yoki videolarda ko'rdingiz. Kimlardir eshitayotganini siz ham ruhlandingiz. 3-4 kungacha siz ichingizda bir qiziysiz. Lekin bu bir haftalab o'tgandan keyin yana qayta yotib turaverganingizdan keyin ertalab turganingizda o'sha sabab, o'sha olov qolmasligi ehtimoli katta bo'ladi. Bo'lganmi sizda ham shunaqa? Ikkinchi tomon bor. Ichki sabab. Ichki sabab insonni ichida uni doimiy harakatga keltiruvchi kuch bo'ladi. U biladi nima uchun qilayotganini. Ana shu oliy maqsad deymiz uni. Siz oliy maqsadni topguningizcha hozir siz uchun eng muhim bo'lgan bittasini ushlab olishingiz kerak. Eng muhimi, mana shu maqsad uchun men qolganlarini qilyapman degandek. Maqsadning kattasi bor, uni aytganimizdek kichkinalari bor. Ana shu sababini siz o'zingiz uchun aniq topib olishingiz kerakki, u sizni tinch qo'ymaslik kerak. Agar siz uni to'xtab qolsangiz, xuddiki bo'lmaydigandek hayotingiz. Ana shuni amalga oshirishga niyat qilish kerak. Aytadilar Hakim at-Termiziy bobomiz, niyat qo'ydingmi maqsadingni,
yo'l o'zgarishi mumkin, harakatlar o'zgarishi mumkin, lekin niyatni o'zgartirma dedilar. Shunday ekan, siz o'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadingiz shunday bo'lishi kerakki, vaziyat o'zgaradi, holat o'zgaradi, ob-havo o'zgaradi, lekin siz miyangizda xuddi lampochkaday bu sizni oldingizda bo'lib turishi kerak. To'g'risi. Ana endi mana siz bugun bir daftarni olib, oldingizga maqsadlarni yozib olishingiz mumkin-da. 10 ta asosiy maqsadlarni yozdingiz. Har xil yo'nalishda. Endi o'shalarni amalga oshirish uchun uni yordamchi yana 10 tadan maqsadlaringiz bo'lishi mumkin. Mana bu hayot balansi ildiragida. Demak, siz maqsadlarni yozdingiz, hammasini yozganingizda sizni ongingiz har safar yangitdan uni qila boshlaydi. Bitta общий tетрадь olib turib, birinchi maqsadlaringizni yozib kelgancha, undan keyin ertangi kuni yana boshdan yozsangiz, siz unga qaramasdan yozishingiz ham mumkin. Sizni ongingiz yangitdan uni formirovka qilishni boshlaydi, shakllantirishni boshlaydi. Muddatlari bilan har kuni aniq yozib borish mumkin. Lekin bitta narsa borki, bularda hammasini amalga oshirish uchun, sizni maqsadingiz, sizni o'sha badaningiz energiyaga to'la bo'lishi kerak uning uchun. Bizga quvvat kerak uning uchun. Quvvatlarni esa odamni mana ichida resursi, quvvati zo'r holatda bo'lsa, u tosh ko'targisi keladi. U bir og'irliklarni ko'targisi keladi. U mashaqqatlardan o'tgisi keladi agar energiyasi baland bo'lsa. Agar energiyangiz bo'lmasa, siz o'sha energiyani, quvvatni, manbaini topishni o'rganishingiz lozim. Bu esa alohida mavzu. Bu hozir yarim soat, 20 minut ichida yetkazadigan narsa emas. Bu narsani mashg'ulotlarda biz o'sha ichki manbani, ichki energiya, masalan, bittasi aytayapti treningda, siz didagi biznesingizda quvvatingiz bo'lmayotgan bo'lsa, jismoniy mashqlar qiling. Jismoniy mashqlarni qilishga quvvati bor odam biznesni ham qiladi-da. Shuning uchun o'sha jismoniy mashqlarni qilishga, hattoki ertalab turib bitta sayrga chiqishga odamning quvvati yetmasligi mumkin. O'sha quvvatlarni qilish uchun masalan meditatsiya holatlari, odam ko'zini yumib, ancha ichkarida bog'lanish, uni o'ziga yarasha jarayoni bor. O'sha jarayonga kirish uchun biz 3 kunlik mashg'ulotlarimiz bor. Maqsadni 2026-yilda qanday amalga oshirish bo'yicha qadam-qadam programma bilan sizni avval ichki quvvatingizni uyg'otish, keyin uni ertangi kuni qanday qilib korrektirovka qilish, aniqlashtirish, o'lchamli qilish va uni amalga oshirish uchun bir-birimizga biz srok qo'yamiz. Mana hozir Termizda o'tib kelganimizda bir-birimizga va'da qildikki, 3 oy davomida qanaqa o'zgarishlar bo'lishini siz bilan o'rtoqlashamiz deb. Xuddi shuni biz Xudo xolasa 26-dekabr kuni amalga oshirishni boshlaymiz. Xohlasangiz o'zingizni ro'yxatga qo'shib qo'yib bu kursda qatnashishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Demak, keyingi qadam mana endi asosiy oxirida aytaman degan mashqimizga keldik. Oldingizda mana bunaqa kartochkalar bo'ladi, yopishtiradigan. Yoki doskangizga, devoringizda. Ko'pchilik amaliyotda bajarib va natijalarga erishayotgan odamlarni men uslubini sizga aytayapman. O'zim ham bunda katta-katta ishlarni amalga oshirdim. Siz xohlagan narsani yopishtirasiz, yozasiz, srokini qo'yasiz va uni to'ldirib chiqasiz doskangizni. Aniq, masalan, men nimani xohlayman, qayerga boryapman, srogini. Hozir borday yozasiz va uni har kuni 2 marta, masalan, ertalab ko'rdingiz, keyin kechqurun ko'rdingiz. 2 marta qaraverganingizdan keyin sizni ongingiz bunga o'rganadi. 2 marta kartochkaga yozib, o'shanga qarashni odat qiling. Bu juda ham katta instrument. Siz hozir buni o'rgandingiz, miyangizda qildingizda boshqa videolar kabi biroz o'tkazib olsangiz, siz o'sha umringizda qanday bo'lsa shunday qolaveradi. Yoki siz bugundan boshlab birinchi qadamlarni boshlaysiz. Qo'lingizga ruchkani olasiz, daftarni olasiz, men yozishni boshladim. Birinchi qadam mana bu, ikkinchisi mana bu deb. Demak, sizni birinchi amaliyotingiz bu yozuvlarni hozirdan daftaringizda yozishni boshlash. Chunki siz xayolingizda uy qurish boshqa-yu, proyektni qog'ozga tushirishda sizni miyangiz ko'ra boshlaydi. Va aniq o'shani hisob-kitoblari olib, siz qadamlar, rejalar bilan qadam qo'yishni boshlaysiz. Shunday ekan, savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldirishingiz mumkin.
26, 27, 28 chislodagi maqsadlarimizni qanday amalga oshirish 2026 degan mavzuda biz ajoyib bir darslik tayyorlaganmiz. Unga qo'shilishingiz mumkin. Ko'rishguncha